الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. Allohga, uning payg'ambariga iymon keltirgan, islom shariatiga amal qiladigan kishilar, sizlar mast bo'lib qolgan chig'inglarda aqlinglarga kelib nima da'vat qilinglarni bilgudak bo'lguncha, bu aroq harom qilinishdan ilgiriki hukm. Namozga yaqinlashmanglar va namoz o'qimanglar. Shuningdek, junub bo'lib qolganda g'usl qilmoqcha namozga yaqinlashmanglar va masjidlarga kirmanglar. Masjidning hovlisidan o'tib ketadiganlar buningdan mustasno. Agar sizlar kasal bo'lib suv ishlatolmasanglar, safar ustida bo'lsanglar yoki hojat qilsanglar va yoki ayolinglar bilan munosabat o'tkazsanglar, ondan poklanish uchun suv topolmasanglar, ikki alqininglarni pok tuproqqa urib, uning bilan yuzinglarni va qo'linglarni silab tayammum qilinglar. Shaksizki, Alloh nihoyat afu qilg'uchidir, bakmu mag'firat qilg'uchidir. Sizlarning yomonliklaringizni afu qiladi, aybinglarni yo'gaydi.